Ekraningizda Gulnoma Bakuda 750 probali oltindan tayyorlangan noyob qo'l ishi uzugi turibdi. Uni nafis shakli go'yoki ona qo'lida ochilgan 3 ta gulni eslatadi. Har biri brilliantlar bilan bezatilgan, go'yo har birida onaga bo'lgan muhabbat yonib turgandek. Uzukning hashamdor dizayni harakat va yorug'likni ta'sirini beradi. Brilliantlari esa har xil o'lchamda bo'lib, mahorat bilan qirralangan va mustahkam qilib o'rnatilgan. Tushirib qo'yaman deb qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Bu esa Baku ustalarining san'atini yanada namoyon qiladi. Zakrepka turi konturidagi mayda brilliantlar PV usulida o'rnatilgan, juda yaqin joylashtirilgan. Oltini deyarli ko'rinmaydi. Shunday qilib kuchli yarqirash effekti yaratiladi. Har bir gulning markazida yirikroq brilliantlar esa krapenli kastada, ya'ni metall labkalar yordamida mustahkamlangan va umrbod xudo xohlasa to'ylarda xizmat qiladi. Onangizga shunchaki ziynat emas, Gulnoma, muhabbat va e'tiborga to'la uzukni sovg'a qiling. Hoziroq buyurtma bering, zaxirada bor vaqtida ulguring azizlarim.